Hazır gapim yo'qdir. Rossiyaga, Sibirga ishlaganda boramiz. Birinchi oylikdan menga bitta taqa olamiz. Ikkinchi oylikdan Azamatga bitta Mayli olamiz. Uchinchi oylikdan Xolmurodga trekker olamiz, ha? O'zi 3 oygina ishlaymiz xolos. Biletlar chiqmadimi? Joyga nechiga uchamiz? 8 ga. Ketdik. Ustachilik ishlari tugamay. Ustobo xonamiz mana shu ekan. Bu sizning joyingiz. Bu meni joyim. Xolmurod tepaga chiqadi. Ustobo xonacha qanday ekan? Xonacha juda zo'ragan, lekin ko'zim ochib ketyapti-da. Men bitta yo'nib chiqmasam bo'lmaydi. Dush qaysi tomonga ekan? Xolmurod, endi uyga borib cho'milasan. О, добрый день. Здорово. Хороший приехал? Да, хорошо. Завтра начала работа? Да, начали. Все готов? Да. Короче, завтра поговори. Всё? Давай, хороший отдыхай. Ustobo, nima dedi? Siz ruschani bilasiz. Shularimiz o'zi ham tushunmayapti o'xshaydi. Azamat mana kelganimizga ham 1 oy bo'ldi. Bu Rossiyaga ishlamasa pul bermaydi-da, jo'ra? Ha, Rossiyaga yomg'ir yog'sa ham ishlarish kerak, ustobo. Ertaga qor yog'adi degan. Yo'q-e? Ha. Bo'lmasa bunaqa qilamiz. Menga taqa kerak emas, menga Malibu ham bo'laveradi. Senga bitta Nexia 2 ga beramiz, ha, haydab yuraverasan. Ustobo, proraq bugun ham kelmabdi. Kelmadimi, ha? Pulam yo'q-da, ha? Ha. Buni olib qarasa jo'ralar menga Malibu kerak emas. Menga shu Nexia 2 bo'lsa bo'ldi, haydab yuraveraman. Ha, mengachi ustobo? Sen velosiped, moped qilib yuraverasan. Mengachi dada? Sen piyoda gazchangni berib yuraverasan. Mana shunday. Ustobo keldi. Assalomu alaykum, Mustafa. Ye, o'zbekchani o'rganibdi-da. Jo'rajon, kelganimizga ancha kun bo'lib ketdi. Bizga pul bering. Mana, Mustafa. Nech pul bu? $500. 3 kishiga 4 oydan beri ishlayapmiz. $500. Ha, men sizlarga olib kelgan odam bilan shunaqa kelishganman. Bo'pti, Mustafa, sog' bo'lasizlar. Azamat, ko'tar bu Rossiya passiya Sibir puligini. Uyga ketaman. Ustobo, orzularimiz uchun mashina olmoqchi edik. Moshin kerak yo'q menga. Uyga bitta Zaporojcham bor. Tonirovka uraman, tuning qilib yuraveraman. Bizachi, biz nima qilamiz? Sizlar orqasida itarib yuraverasiz.